Oshna yaxshi ketib qolmabsan. Yur opamnikiga o'tib kelaylik. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, opam srochniy pul kerak degandilar. Yur, olib borib beraylik oshna. Gazingni yo'lda kuyib beraman. Ha, bo'pti, o'tir. Uka, ozgina qarz berib tur. Bilasan, pochchangni anchadan beri mazasi yo'q. Ayol boshim bilan ozgina qiynalib qoldim, uka. Opa, mana shu pulni oling. Opa, kechga o'zim o'taman. Uyingizda hamma kamchiligingizni o'zim qilib beraman. Ey oshna, sen bu turishingda 10 yilda ham, 20 yilda ham hali bera mashina ola olmaysan. Hali akang keladi, pul kerak deb, hali sening telefon qiladi, pul kerak deb. Nima sen ularga do'ljinmasan? Yo qarzing bormi ularga? Ha, oshna qarzim bor. Akamdan oqibat, opamdan mehr qarzim bor. Esingdan maktab vaqtlarimiz. Meni pulim yo'q kuni sen magazindan narsa olib chiqib, o'sha narsangdan menga qarzga berarding. Lekin akam biror marta bunday qilmagan. Akam meni agar pulim yo'qligini bilsa, o'sha do'kondan nima olsa menga bergan. Nimaga bergan bilasan? Meni butun bor vujudi bilan yaxshi ko'rgani uchun bergan. Qarz demagan o'rtoq. Lekin sen bergan narsangni bir hafta bermasan, bir haftadan keyin ham gapirgansan. Esingdan maktabdan kelayotganimizda hammamiz o'yin kulgi bilan ustimizni kir qilib kelardi. Ustimni qo'lim yetgan joyini qoqib, oshna, orqamga qo'lim yetmayapti, qoqvor desam, sen nima degansan? Malayingmanmi o'rtoq degansan. To'g'rimi? Sen malayingmanmi deb qoqmagan ustimni opam har kuni yuvardi. Ustimni qancha kir qilib kelsam ham, men seni malayingmanmi demasdi. Chunki meni jonidan yaxshi ko'radi-da. Bitta mana shu matoh meni yaxshi ko'rgan, men uchun jonini bergan jigarlarimdan azizmi o'rtoq? Allohcha oson, hali zo'rini minaman. Lekin hozir meni jigarlarim muhtojligida meni ularga bo'lgan oqibatim sinamoqda.